İkinci bölüm. Ömer Efendi ağır kesel bilen yetip kaldı. Raziye ballarını elip dadısını bakılı kirip ketkendan keyin Haşirning 5 egiz öyi bar hoylisi mazardek sürülüp jimjit bolup kaldı. Ayğı üzülmeydigan davagerlermi hoyla işkege selingan yoğan qara qulupni görüp hasret bilen yenişti. Haşir öz öyiga kündüzü tügül kechsimi kelmeydi. O kündüzleri kichik gaz maşina bilen Nayining muhim qurilish o'rinlari, har qaysi go'shilarning masalasi eg'ir düylerge baratdi. O yerlerde işlerini xulasa chiqaratdi. Birlerini qattiq tanqid qilatdi, birlariga nasihat maslahat beradi. Birlerini ishga buyurdi. Akşamları bo'lsa ishxonasiga qaytib kelib kitob o'qiydi, doklad xat yozadi. Lekin ko'pincha vaqtlarda yerim kechagacha kadrlar ziyonlarning kelgan arz xatlarini o'qib, har bir xatning beshiga bir yoqlik qilish to'g'risida o'z fikrini yozadi. U har kuni 10 necha soatlab qattiq ishlaydi. Ko'pincha vaqtlarda ishdan boshqa hamma nimani unutib ketadi. Bo'libmi ochliq yetishmayotgan 10 yerda ishlab chiqarish düyini ochliq bilan ta'minlash ishi uning o'y xiyolining markazi edi. Hozir texi 12 ay, kelar yili 7 ay kirmaguncha yangi ochliq bo'lmaydi. Demak, bu dehqonlar 6-7 ay hukumat ochlig'i bilan ta'minlanishi kerak. Hukumat setib beradigan bu ochliq ko'kirib ketgan qo'noq. Nurg'un dehqonlarning shu qo'noqni setib olishga chami yetmaydi texi. Kuniga 3 vaqt tamoqiga qo'noq yeyish bilan shuncha vaqtni o'tkazgili bo'lamdi. Uning ko'z oldidan o'roq, yalang'och osh bolalar, jul-jul kiyimlik chiroyi zaprang, tug'imchan onalar zotla neri ketmaydi. U mushu 17 ishlab chiqarish daduyidagi 1100 jonning g'amini qilib, oblastga, qo'shni noylarga qancha qitimlab odam avatdi. Xat aloqa telegramlar yo'lladi, lekin texnichilar u qanotlangudek bir chora topolmadi. Keşküz ahırlaşıp kış başlanış aldıda koçalarda açık soğuklardan ötüp ketadigan ızgıran şamal vijildap yazıca tabiatga zinnat bo'lganlik uchun oxiri tabiatning jazosiga yo'liqqan seriq yopurmoqlarni uçurup yurmakda. Quruq talgan bog'lardagi dirildab titrab turgan shoxlarda qog'alar shumshib nola qilishmoqda. Eriqlardagi cho'risi chavat bo'lib muz qetishgan. O'rin sumu shamol dastidan titirmakda. Haşir uyqusizlikdan ishigan ko'zlarini o'lab, yerga yo'riq tushish bilan hoylasiga chiqdi. U chilak to'nglarni taraqlatib bir timim suv topolmadi-da, ishki oldidagi eriq bo'yda zo'ngziyib o'ltirib olib, muz aralash eriq suyini shalablab yuz ko'zini yudi. Shu chaqdala uning uyqusi echilib, qo'rsqining ochqanligi bilindi. Idora ishxonasining echilishiga texi 3-4 soat bor. Uyda bo'lsa qattiq nomi qolmabdi. Shu chaqda uning yodiga heliqi och-yalang'och bolalar bilan ayollar keldi-da, qo'shimisi turildi. U hoylasiga kirib velosipedini jallaqlatib so'rab chiqdi-da, hoyla eshigiga qulib soldi. U birdamdan keyin cho'ng ko'chaga qaragan bir derazaga olqonlar bilan urdi. Uydan avval ha kim degan ovoz chiqdi-da, ondan keyin hoyladan chopon yepinchaqlab o'tir yoshli bir odam chiqdi. Voy, Haşir shu ekan-ku, qani uyga. U odam kulib turib uy eshigini ko'rsatdi. Qachongacha uxlaysan? Bugun nadim bo'lsa-mu, heliqi kunasdan yutkiladigan bug'doyni hal qil. Sen Nayining savdo ochliq ishlariga mas'ul rahbari bo'lsan, u texi uyingda xotirjam uxlaysan. Haşir uning ko'zlariga ochiq bilan tikilib qaradi. Bo'ladi, birinchi avtobus bilan shaharga kiray. Yo'q, hozirman. Berib gazning shoferini uyg'ot. Açlıq idarəsi, savdo idarəsi, bankining boshliqlariga oqshom men uqtirgan. Ularni birga yelib ol. 3 kungacha açlıq düylərə yetkizilmasa, mendan yomonlama ha? O shundaq dedi-də, velosipedga minib yurib ketdi. U Noylik parkim qo'rsiga kirib, yana bir eshikni qaqdi. Uydan yosh bir shiba yigit chiqdi. Tarjim qilib bo'ldingmi, Shavgan? Dedi Haşir uningga. Ha, necha nusxa ko'chirding? Xansuchini 3 nusxa, Uyg'urchini 2 nusxa. Kopiyasini ching saqla. Jugu, hammani ochiq. Men bugun shaharga kiraman. Anglagansan, qiynatamning ahvoli ig'irgan. Jigarrak, 1-2 kunlik qolgan o'xshaydi. Men kechalab bo'lsa-mu, velosiped bilan qaytib chiqaman. Liu Shujiga ahvolni ayt. Heliqi yig'inni yerim kechada bo'lsa-mu ochimiz. U shundoq dedi-da, velosipedini minib shaharga qarab yurib ketdi.
Aldıdan açıq şamal vurmaqda, g'arb taraf qapqara bo'lib tutilgan nahiyadan shaharga boradigan tosh yo'lda uningdan boshqa hech kim yo'q. Qum to'pa uning yuzlariga urilmoqda, rol tutgan palaysiz qo'llari chimildimoqda, qo'sqi ichib beshi aylanmoqda. Lekin uning putlari velosiped pedalini shunchalik tez, shunchalik kuch bilan tepmoqda. Uningga shahar xuddi minut siri yiqilib, oldiga yugurib ketayotgandek bilinmoqda. U o'zining suyimli ustozi, hozirgi qiynatisi Ömer Efendining chiroyini ko'rib olishga, uning oxirgi vasiyatini anglab olishga aldirmoqda. U mashinadek tez surat bilan minib, Nilqi noilasiga, mahallasiga kelganda qerishqandek velosipedning zanjiri chiqib ketdi. U tuzab baqdi, tuzigan sir aplashmadi, zanjir uzilgan edi. U velosipedni mahalning chetidagi bir uyga so'rab akirdi-da, tamg'a yo'lab qo'ydi. U hovlidan chiqqanda uningga kaynidan bir seriq it kap qilib eg'iz soldi. U chim qilib qolgan paqalchigini engishib turib, yirtilgan ishdan bilan qo'shib mahkam qilib tangdi-da, hovlidan oldirib chiqdi. Uning kaynidan uy egasi chiqdi. "Voy, Hoshir shujigu, bu nima qon?" deb hayron bo'ldi u. Uningga javoban gunohkor it o'zini oqlamoqchi bo'lgandek egasiga quyruq shipanglatib surkaldi. Hoshir doktorxonaga Ömer Efendining yo'qlig'iga kirishdan burun nashta qilib olmoqchi bo'ldi. Xanzu bozori tashlab ketin choyxona izladi. Bu yerda o'z vaqtida tong sahardan yarim kechagacha naqmi-noma mehmonlar bilan ovotlashib turgan choyxonalardan birimi yo'q. Non yoki pranik sotilgan do'konlar tepilmadi. U tasmasini texmi chingitdi-da, lo'qildab og'riyotgan so'l putini so'rab kun bitishga do'stlik doktorxonasiga qarab oldirib mangdi. Uning yirtilgan pushqiqi yildan-yilga yeshilib ketib, uni ovora qilg'ili turdi. U to'g'ri ko'rikka borganda bir do'kondan xodani shim setib oldi-da, yirtilgan qon yo'qi ishtonning sirtidan qoplab kiydi. U doktorxonadan qiynatisini topolmadi. Uning yotgan karavotida boshqa bir yotadi. U endi g'arbga uyga qarab yugurib degidak mangdi. Uning besh qaydi, badani qizidi, puti qattiq og'rishga boshladi. U azob bilan oldirab minib, kun xiyri o'rliganda qiynatisining o'ziga tonish, mehri illiq uyiga yetib keldi-da, hovliga kirdi. Uning oldiga qapoqlari ishig'an, ruhi tushgan holda Raziya chiqdi. "Bormisiz?" dedi Raziya yeshil lig'ildab turgan alamli ko'zlar bilan yo'lishiga tikilib. "Dadam qandaqroq?" Gapdan qolg'ili 2 kun bo'ldi. Raziyaning ko'z yoshlari to'kildi. "Sizga tortishyapman-lekin." Hoshirning vujudiga titrak ulashdi. U o'tda qiziyotgan eg'ir gavdasini bo'sug'idan oralla yo'tkadi-da, saroyga 1957-yili yozda Ömer Efendi Hoshir bilan a'loni uzdib ziyofat bergan heliqi uyga kirdi. Ömer Efendi qatlab selingan tekmat ustida qilin ko'rpalarga cho'kib, ko'zini yumib yotadi. Hoshir uning beshida tizlandi. U dadasining qog'ozdek oqirib ketgan qonsiz yuziga soya tashlab, tala-tala bo'lib yaltirab turgan kirpiklarining juplashganligini ko'rib, ixtiyorsiz buqqullab yig'ladi. "Dada," dedi u dadasining qo'lini tutib, "rozi bo'ling." Dadasi ko'zini ochdi. U kuyovning so'lg'in chiroyini, ko'z yoshini oxirgi qitim ko'rdi-da, mangulikka ko'z yumdi. Hoshir shundan keyin un silib yig'lamadi. Beliga oq bog'lab, hozidor bo'lib, qo'l qo'rishtirib turg'ini bilan u ichida o'zi bilan so'zlashdi. Dadasining ko'ngliga solgan qadoqlari uchun azoblandi. 1958-yili Ömer Efendi o'ngchi bo'lib qolganda, Hoshir bu oq ko'ngil o'qituvchisidan qattiq yergandi. Shu sababdan Raziyaning o'tliq muhabbatiga so'g'uq va qo'pol muomala qilib, Raziyaning hayot ato qilgan baxtdan voz kechishga majburladi. Buning uchun ota bo'lg'uchi qanchalik azoblangandi u, ha? 1966-yili Ömer Efendining kitoblari talon-taroj qilindi. Bu dard bilan Ömer Efendining onasi ayoli vafot bo'ldi. Raziya turmaga kirdi. Bu chaqda Hoshir allaqachon Raziya bilan kelgusi baxtlari to'g'risida so'zsish bo'lishgan. Ömer Efendi qizning Hoshirni deb eridan ajrashganini, Hoshir bilan birga bo'lib qolgan umrini baxtlik o'tkazishga ishonganini biladi va buning uchun to'liq xushal edi. Uyga so'roqchilik kelib, Ömer Efendi nevarasi bilan bu cho'ng qo'rida yolg'iz qolgan edi. Uning barliq xizmatdosh al-og'ina o'quvchilari uni yo'qladi.
Lekin Hoshir o'zini bu ulug' inqilobning aktiv qatnashchisi hisoblab, Ömer Efendini o'zining qarshi tarafiga dushmani hisoblaganligi uchun o'z ustozining bu so'g'iziga oyoq bosmadi. Uningdan keyinchi Hoshir turmaga kirdi. Ömer Efendi har haftada bir qitim Roziyani yo'qliqli turmaga kelganda Hoshirni birga yo'qlab turdi. Shu chaqlarda Hoshir o'zini bu oq ko'ngil buvay bilan ikki qutbning odami hisoblab, bo'lg'usi qiynatisiga so'g'uq chiroy muomala qildi. So'g'ularni qabul qilmadi, lekin buvay Hoshirdan yana ranjimadi. Qizning baxtini yana mushu muz ko'ngil o'quvchisining vujudidan izladi. Hoshir 1973-yili yozda Roziya bilan to'y qilgandichu, u chaqda Hoshir hayotning ochiq chuchukini tetigan. O'zining hayotda nimani xato qilganligini xeyli chunqur tushungan. Noilik inqilobiy komitetining 40 yoshdan halqagan mudiri edi. Shundaq turibmi qiynatisi bir qitim o'zining gunohsiz ekanligini noyda yaxshi dalil isbotlar bilan aytganda, u so'g'uqlik bilan hamma ishga tarixiy sharoit nuqtasidan muomala qilish kerak. Hozir hech qancha bilinmaydigan ba'zi ishlar o'z vaqtida boshqacha edi deb javob bergan. Mana endi Ömer Efendining butun hayotidan adil xulosa chiqaradigan chaq keldi. Bu albatta turmushning, vijdonning talabi. Ömer Efendi 62 yillik umrida zodi xalqqa qanchalik ziyon soldi? 18 yoshdan tortib muallim bo'lishga boshlagan bu odam butun hayotida hayotdan go'zal narsalarni izladi. Boshqalarga shu narsani ala sundi. Uning qalbi ana shu pokiz emgakning mevasi bilan qanoat tepib kelganligi uchun u hayotda birmu odamni behuda ranjitmadi. Birmu odamga yomonlik tilamadi, birmu odamga ziyon solmadi. Uning necha ming parcha kitob, jurnal, gazet to'plab o'z qiroatxonasi bilan faxrlanishi hargizmi shaxsiy muddai va nom obro'yi uchun emaskan, balki o'z xalqining o'zi yashayotgan davrning xususiyat va talbini namoyon qilish, kelgusi uchun boshqalarga qaraganda ko'proq boylik qoldirish uchun ekan-ku. Hoshirning xiyol ekranidan ustozining nasihat ta'limlari, chiroyli imlosi bilan topshiriq daftari va albomlarga yezib qoldirgan so'zlari, dars so'zlagandagi o'zini tutishi, doim kulimsirab turadigan mehribon chiroyi, pokiz oddiy kiyinishlari, qo'lini kayni qilib xiyol bilan mengishlari, o'quvchilarning utuqlari bilan ichidan xushal bo'lib, huzurlanib kulishlari birma-bir o'tdi. Hoshir o'ylagan sira azoblandi. Uning ruhiy dunyosidagi azob bilan kuyib ig'irlashayotgan badaniga jismoniy azob birlashib, uni yetishga, ko'zlarini yumib kichkina orom elishga qistaydi. Lekin u bu uyning egisi, tonish bilish yurt jamoat birinchi bo'lib uning qo'llarini qisib alhamdulillah demakda. U oxirgacha g'ayrat qilishi, dadasining tuprog'iga o'z qo'l bilan yetti ketman to'pi tashlashi, yurt jamoatdan dadasining qabrisi beshida turib, jamoat mening dadam qandoq odam edi deb so'rashi lozim. Mana kigizga o'ralgan jasad taxtpush bilan tavutga selinmoqda. Oq yog'liqliq Roziya dadasining jasadiga tashlanmoqda. Uning ikki qo'ltig'idan zulqumar bilan go'zal oy qo'ltiqlab olgan. Ularning qizargan ko'zlaridan quyulayotgan yosh Hoshirning ko'zlarida manan pardasi paydo qilmoqda edi. Qo'ylida yig'izar kuchaydi. Oq yog'liq solgan ayollar, beliga oq bog'lagan yosh qeri erlar, bolalarning ovozlari qo'shilib, hayotdagi eng ko'ngilsiz narsa hisoblangan judolik ustida nola munojati shakllandi. Bu munojat Hoshirni ixtiyorsiz holda yosh to'kishga, nola qilishga majbur qildi. Hoshir o'zimi sezmagan holda beldagi oq potisiga taynib, yurak bag'rini tig' bo'lib tilayotgan alamlarini o'z tili bilan vaqirdi. Rozi bo'ling dada, oldingizda gunohkorman, mehribon ustozim. Uning ko'z yoshi vujudini eritmoqda, pig'an pushaymonlari qalbini o'rtmoqda edi. U oldiga yig'i bilan kelgan biriga sildi. Ular quchoqlashdi. Ularning yoshlari, ovozlari bir-biriga qo'shildi. Hoshir oxir ko'zni ochdi. U shu chaqda bayotdan o'zi quchoqlab yurgan odam a'lo ekanligini bildi. Ular endi ko'pchilik orasida sharqqa, savtuflarni dafn qilgan qabristonlikqa qarab ketib boradi. Hoshir aldirab oldiga tavutning yeniga o'tmoqchi bo'ldi, lekin u har qancha qilsa-mu tavut ko'targan yoshlarga yetolmadi. Yoshlar navbat bilan tavutni qo'ldan qo'lga yo'tkab, yondishib ketayotgan mashinaga selishga yo'l qo'ymayotdi.
Haşir nemishqidir a'la bilanmi tang olmadi. Uning qovul badani bugun ojizlashgan, kuchlik irodasi sungan. U o'zining qirishqa boshlaganligini, qiynatisi mangan bu safarga yaqin kunlarda mangdiganligini o'yladi. U hayotida birinchi qitim o'limni o'yladi. Shu chaqda u hayotini asrash, qadrlashning qanchalik zarur ekanligini bildi. Öz vaqtidagi umidvor palvon yigit mana bugun o'lim vahimasi bilan g'amga botgan yashangan odam oldida. U garchi 40 necha yoshda bo'lsa-mu, bugun nemishqidir o'zini bo'vay, hayoti oxirlashgan bir odam hisoblaydi. Mana u endi so'l putini tasda yo'tkaydigan, o'zining nega ketayotganini oralla bildigan bo'lib qoldi. Shundoq bo'lsa-mu, u bu safarni oxiriga yetkazishga bel bog'lagan. U o'mlab bo'lsa-mu, bu yo'lni mengib tugitdi. Nima bo'lding, Hashir? Müdürüp titrab oralga ketayotgan do'stidan so'rdi A'la. Hech nima. A'la do'stining qo'lini tutdi-da, cho'chib ketdi. Nimachi qizib ketding? O't kavib, "Hey, mashina to'xta." A'la bilan Arif Hashirni yo'lashtirib mashina kabinkasiga soldi. Hashir shu chaqda o'zining qattiq charchab, ochliq uning ustiga itishi bilan jahoratlanish natijasi jismoniy jihatdan ojizlashayotganligini bildi. U kabinkaga chiqdi-da, jaloqlab titirdi. Uning badani bir parcha o'tdan chiqqan to'mirga aylangan edi. Tuproq beshidimi uning yerga tushishiga ruxsat qilishimidi. U qiynatisining qabrisidan 50-60 qadam yiroqlikda turib, Axunimning ovozini angladi. Axunim o'z vaqtida Hashirlarga matematika darsi o'tgan. Sovet ittifoqida o'qib kelib Shinjonga fizika, algebra, geometriya deganlarni tunji qitim tarqatgan. Keyin ilmning hurmati qolmaganligi uchun pensiyaga chiqib imom bo'lib olgan peshqadam o'qituvchi edi. U jarangliq ovozi, tushunishlik obrazliq tili bilan xuddi o'quvchilarga dars so'zlagandek tushunishli qilib marhum Sablishining kim ekanligini so'zlamoqda edi. Mərhum Ömər əpəndi to'limi obdan oq ko'ngil, insofliq, axloqliq, diyonatlik, qanoatchan, savrchan odam edi. U shunchalik halol ishladiki, 50 yildak muallimchilik qilib, necha minglagan qorong'u dillarni ilm chirig'i bilan yo'ritdi. Uning halol əmgəki xalqimizga nurg'ulg'an bilim va axloq ahlini taqdim qildi. Uning əmgək haqqi fani dunyoda yashovchilarning gadiniga qolsa qoldiki, birovning pinna qasriqidek qarz nesivisi uning gadinida qolmadi. U tamoyim qilishga yaraydigan to'pa, zamzam o'rnida saqlaydigan suvdek toza edi. Behuda biriga azar bermaydigan, xafaliq noroziligini eg'izdan chiqarmay ko'nglida biladigan, foyda ziyon oldida foydani boshqalarga ittiradigan, o'zidanmi ko'ra shogirdlarning istiqbolini ko'proq o'ylaydigan mehribon odam edi. U butun hayotida tamaddan neri, xiyonatdan xoli yashadi. Bu avlodlar uchun necha ming parcha kitob qoldirdi. Uningdan qolgani yolg'izla bir necha ming parcha kitobmi? Yo'q, bu emas. Buningdan yana emgak, aql, ulardan muhimi umid, orzu miras qoldi. Hashir o't kavab ichida yetib, Axunimning qiynatisiga bergan bahosini to'liq angladi. U qiynatisidan rozi bo'ldi, faxrlandi, lekin Axunimning oxirida yetgan. Lekin tiriklikda biz Ömər əpəndini tushunamadik. Hattoki uning xato tushundik. Uningga azor berdik. Valanki u ko'ngliga har qanday odam uchun qisos muddaosini pukmay dunyodan o'tdi degan so'zlari qattiq xor keldi. Axunim bu so'zlarni xuddi Hashirga davatgandek, Hashirning o'rtinayotgan yuragi texmi qattiq azoblandi. U tuproq beshida qiroat o'qilgandan keyin boshqa hech nimani sezmadi. U tush ko'ryotamdi yoki o'ngda bu azobliq ishlarga duch keldimi, hech nimani farq qila olmadi. Uning atrofidagi hamma narsa lovuldab ko'ymoqda. Yenidala kichkina ko'lchak turmoqda. U shu ko'lchakka o'zini tashlay olsa edi, uning yolqinda kul bo'lishdan o'zini qo'g'dab qolalaydi. Lekin o't yolqin uning atrofini qorishib olgan. U o't bilan elishmoqda. O'tni yengalisidi, yana xili yillargacha yashayoladi. Keşküzning ochiq shamli gunohsiz yupurmoqlarni yer betidan qo'g'lab uchirib yurgan bunday ko'ngilsiz kunlarda 2 sotka osh qo'rsoq yurish, uning ustiga ichishi bilan yaralangan putining zo'r o'qib, sovuq o'tib og'riyotganini hisobga olmasdan necha soatlab o'ri turib otasiga hozir tutish uni jismoniy jihatdan kordan chiqargan bo'lsa, o'z ustozini ishonmasdan qo'pollik qilib usti-ustilab ranjitganligi
ni mushu oxirgi judolashish minutlarida bilganligi ruhiy jihatda uni qattiq azoblab biroqla yiqitgan edi. Ömer Efendi'nin havazisi ahırlaşmayı turupla Haşir'nin yıkılışı Raziyani tamamen kankıtıplı koydu. O Haşir'nin beşide tolu yığılab yeşimi tügegen nursuz közlerini möldürülütüp xuddi qatırıp koygandek cimcit olturadı. Mundaqla qarğan adam uni beparvo, hozisiz yoki esini yo'qotgan ayol bo'lsa kerak deb o'yladi. Lekin Raziya ruhiy azob bilan pishgan judolik va dard alamning qozinida obdan qo'rilib, chechi oqargan chidamliq ayol bo'lg'ashqa har qanday gangirgan holatdami o'zining buningdan keyin nimalarni qildiganligini biladi. Ömer Efendi uchun yosh to'kib azoblanishni oxirlashtirib, muni qizitmasi o'rlab hushsiz yotgan eri Hoshirni doktorga ko'rsatishi, uni davolab saqaytish kerak. Raziya yenida miskin o'ltirgan Go'zalayga pichirladi. Ussizlik akilini ichirib baqay. Go'zalay aldirab dalan uyga chiqdi-da, A'laga do'qirishib qoldi. Ussizlik akelsin dedi u yerga qarab. A'la uningga 1 sekund, hatto uningdan qisqa vaqt tikilib qaradi. Onun vücudu derhal silkindi. Aqdagi yağlıq astidan tonuş, söyümlik güzel chiroy 1 minutda uni behush qildigan dordek hushsizlantirdi. U xuddi to'ksimi tutib olgandek silkindi. Issiq yotqanda rahatlanib yotganida badaniga tuyuqsiz sovuq suv sepilgandek andikdi. Belli haza va qayg'u bilan muz bo'lib qatgan badandan ishqiy muhabbat ushqini chachirg'ini nimasi deb o'yladi. U ko'zini ayoldan qochirib Hazi bilan muhabbet, qayg'u bilan hayajon bir uyda, bir badan, bir yurakda, birli vaqtda mavjud bo'lgani nimasi? Mening ustozimga bo'lgan hurmatim, uning o'limiga bo'lgan ichinishim, uning to'g'risidagi azoblarim yolg'on saxtimi? Yo'q, hargiz saxt emas. Go'zalayga bo'lgan nafratim saxta. Uningdan o'zimni qochirishim yolg'on bo'lsa kerak. U shunday o'yladi-da, Go'zalayga qayta tikilib qarashga petin olmadi. U derhal kayniga yandi ve bir piyola çayını ilip Güzelayga sundi. Piyola ularning qo'llarini bir-biriga tekkizdi. Güzelayning vujudidagi o'zgarishni hozircha so'zlamay turayli, A'la mushu peti qetib qilishqa, butun tortgan azoblarini mushu daqiqa uchun unutishga rozi. Qo'llarning uchirishidan paydo bo'lgan ashu qisqa, lazzatli ishki hissiyotni hargizmi unutolmaydi. Hoshir ikkinchi kuni ko'zni ochdi. Onun puti işigan, közleri teximi olturulashgan, qovuzlari cho'kkan, o'zi tonuqsiz darajada judab, saqallarının eqi ko'paygan edi. Bugun uyda yaqinlardan boshqa hech kim qolmagan. Raziya ayollar bilan, A'la bilan Hoshir yolg'iz uyda qilishgan. Hoshir sunaynlab yetib, yeyinda o'ltirgan A'laga ish buyurmoqda edi. Mushu adresga telefon bergin. Liu Shujining o'zi bilan so'zlashgan. Men ata kashkicha cho'qim chiqaman. Heliqi yig'inni cho'qim ochimiz. Sen hadisli çoqum devamigin, dedi A'la do'stining kigiz ustiga tashlangan oradak yo'g'on qo'llarini mehribonlik bilan siqib qo'yib, yana bir qitim it ishlivilishi yoki velosipedning mashina buzilishi mumkin. Uning ustiga Raziyaning gapimi yo'lliq. Dadangning yetisini berib etib chiqsangmi bo'ladi. Sen bo'lmasangmi, Noyining ishlari ketaverdi. Buncha zo'r o'qishning hojati yo'q. Dedim-ku, kim zo'r o'qsa, shuning ziyon. Dehqonlarning ishini har qancha tirishibmi, yaxshilay adash. Sen menga dars o'tmagin. Eng yaxshisi sen xotining bilan tezroq yorishib ol. Balang to'liq aqlli, chiroyli bola bo'pti. Qizimchu, bervat, Oliyaga bervat. Oliya bechora yaxshi ayol ekan. Men uni noyilik sendan o'mikiga o'rlashtirman. Yaxshi artist ekan u, qiziga to'liq amroq ekan. Birli yeri qizning dadasini tilga elishni xohlamaydi ekan. Bu gapni anglab A'laning qapqi turildi. U xeyli jimliqdan keyin ulug' kichik tindida. "Hey adash", dedi u Hoshirga qarab qo'yib. "Men Dilarani Alidanmi bekrak yaxshi ko'raman. Men uning dadasi. Sana aytmoq oson, lekin menga tez. U bola meni o'z dadam deb biladi. U o'zining mening dushmanimning bolasi ekanligini bilib qolsa, jazman qattiq azoblandi. U hozirmi hayron, nemishqa Alimu o'zimi A'laning bolasi ekanu, biri onasi bilan, biri dadasi bilan qapti. Hozirmi dadasi bilan onasi bir uyda turmaydi ekan. Buning sababi nima? Bizga tushunishlik bo'lgan bu masala ular uchun bir tepishmoq. Cho'ng bo'lganda bu aka-singillar qancha hatto butunlay bir-biriga yot odamlar ekanligini biladi. U chaqda ular bizni aldamchilar deb tilishimi mumkin-ku.
Yo'q, tilamaydi. Sening oliyjanoblığına apirin aytadi. Sen xuddi süngül o'gich kakkok balasini beqib cho'ng qilgandek o'z dushmanining pushtidan bo'lgan panohsiz bechorani beqib odam qilding. Bilib qo'y, bundoq bolalar aqlliq bo'ladi. A'la kuldi va beshini irg'itib qo'ydi. Nima kulasan, ovoq yolg'onmi ya? Men sening siyosat aralashtirmasdan turmush to'g'risida so'zlab atqaningga kulyapman. Senza meni texila tushunmaydigansan-da, balki yaqin og'inam bo'lsangmi, umr bo'yi tushunolmasliging. Men o'lgandan keyin tushunishing mumkin. Men burun o'lib ketsam-chu, seni tushunmayla o'tgan bo'laman-da o chaqda. Bilib qo'y ovoq, men sen o'ylagandek quruq siyosatvoz emasman. Hoshir A'laga olib qarab qo'ydi. A'la kulib qo'ydi. Ishqilib siyosatvoz sen, lekin hissiyotsiz, dogma sipoyigarlardan emassan. Senda oz to'la lirikimi, romantikimi bor, lekin bularning hammasiga siyosat suyidan aralashtirib, ta'mini qochirib qo'ysan. Lavzlashdan siyosat aralashsa ta'mi qochadigan qandaq lirika, romantik ekan u. Seningcha siyosat shuncha tamsiz lavzi nimami? Ba'zi shundaq. Qandaq ba'zida ekan u? Masalan, sinfiy kurash eng cho'ng siyosat, lekin u o'z rolini joriy qilib bo'lgandan keyin yana so'zlayversanchu, u chaqda tamsiz bir nimaga aylandi. Hoshir A'laga lab qilib qarab qo'ydi-da, jim bo'lib qoldi. U burunqi vaqtlar bo'lgan bo'lsa, A'la bilan munozir qilgan, talashgan bo'ladi. Lekin turmush uningga A'laning nurg'un qarashlarining haqiqat ekanligini isbotlab berdi. Shuning uchun u hozir A'laning so'zlarini qabul qilmasa-mu, sakrab ketmasdan anglaydigan, o'ylanadigan bo'lib qoldi. Masalan, mening qiynotamni kechirgisiz darajada ranjitishim, uning oliy janobligini bilib turib, o'zimga dushman hisoblashim. Sen degan nazariyaning dalillari, mana bu uchiq chiqqan tetiqsizlik. Adash, meni ayibla, sen haqliq. A'la do'stining alam pushayman afsus bilan namlangan ko'zlariga tikilib qaradi. Hayotning nurg'un sinoqlari bor tegi. Nurg'un masalalarni kelgusining hal qilishiga qoldirishga majbur biz. Ularning parang rosa qizivatganda sirtin Roziya kirib keldi. Zulxumar A'la Nur bilan kaptikan kirib kelyotdi deb xabar qildi u. Erlar o'zlarini tuzashtirib bo'lguncha Zulxumar bilan A'la Nur kirib keldi. Ular tinchlik so'rashgandan keyin Zulxumar ko'z yish qildi. Osmonga o'zinglar xat yozinglar, bo'lmasa kelmaydigan o'xshaydi. 4 bola bilan menga tas bo'ldi. Bo'libmi, ota-onasi kundan kunga ojizlab ketyotdi. Bir didarlasak bo'ladi deb kunda yig'laydim. Üzüldürmey xat yozyapman. Pul avatyotidu. O'zi kelishga olmayotidi. Nima bo'ldikin hech bilolmadim. Odam avat bog'lab akaldiraylikmi ya? Ha, dedi Hoshir kulib qo'yib. Texchilik xitida ishonmayman, bosamla otidi deb yozyapamdi. Ha, bekmi qo'rqib ketgan o'xshaydi. Zodla ishonmaydi. Siz Hoshir o'zingizning salomat turmadan chiqqanligingizni yozsangiz, A'lami o'zining oqlanganligini yozsa, ishonarmikin deyman-a? Xatga ishonmaydi. Hammamizning xitini hiyla deb tushunadi. Bir amal qilib birimiz borsak bo'lgan o'xshaydi. Hoshir ruxsat qilsa, men berib uni akilatdim. Sana ishonch yo'q. Sen cho'qim kelmay qo'ysan, hiyliqi gannan degan yeringga berib olamsan texi, kim biladi? Hoshirning chaqchiqiga hech kim kulmadi. Yalğız A'la Nurla miyiqida kulib qo'ydi. Hoshir A'la Nurga qaradi. Bu qizni Hoshir 1957-yili G'uljidan Urumchiga bog'icha yo'lda ko'rgandan keyin bir necha qitim voleybol maydonida ko'rdi. Hoshirmi voleybol havaskari bo'lg'achqa top o'ynalayotgan maydonni ko'rsa, mang'almay turib qoladi. U G'ulji shahrida bir ikki qitim erlar komandasiga tushib olib, top o'ynayotgan A'la Nurni ko'rib zo'qlangan. Qizning yenik sakrab chiqib topni kuch bilan urishi uni hayron qoldirgan edi. Mana bugun bu qizmo o'z kasbidan ayrilgan. Dadasi begunoh turmada o'lgandan keyin bu ko'zga ko'ringan voleybolchi qiz xizmatdan haydalgan. U yolg'iz onasini yezdagi urug' tuqqanlarning yordami bilan 4-5 yil boqqan. Onasi vafot bo'lib, o'zi ushoq bolliq akasining yanida turgan. Hozir u oqlangan, Urumchidan maoshi keldigan, lekin xizmati yo'qkan. Qizning amdi voleybol o'ynaydigan vaqti o'tgan bo'lsa-mu, trenerlik yoki o'qituvchilik qilsa bo'ladi. Hoshir xiyol surib birdam jim turdi-da, yenidagi o'zidan yordam kutguchi do'stlarga bir-biridan qaradi.
Әла, Осман, Құрмаш, Güzelay, Adila, Əlandur, Zulxumar, texi nametmi бар. Sizlərinin həmminlərə mening yardımım kerak. Әла bilan Құрмашqı çağlıq mənsəbə təyinləş buyruqi çıxarsılı boldu. Osmanның karı çağlıq, gap мұны artist, sportçı qızlarımızın işida. Məyli yıqılarını işqi saldı deb xizmətdən heydi vəssimu, bu qızlarga qanat yapıman. Əlanur, mən sizga nayimizdə voleybol komandası təşkilab berman. Erlərə trenirlik qilsiz. Bir yildan keyin boshqa bütün nayiyalarning komandalarini yangilaydigan qila olamsiz. Gap sizning yig'ib bergan odamlaringizda. Uningda gap yo'q. Men xeylidan beri bu ishga diqqat qilib yuryapman. Bir necha qo'nishimizda voleybol o'ynash qaltis taraqqiy qilgan. Ularning komandalari xeyli kuchli. Shu komandalarning eng yaramli yigitlaridan 20 ni tanlab berman. Qandaq bizning nayiga trenerlikqa chiqamsiz? Əlanur kulib qo'ydi. U kulganda ko'z quyruqlaridagi ushshaq siziqlar alayida ko'rindi. Bir talantli qizning rosa tonilgan chog'lari ma'nisiz ishlar, cho'ng xatlik gazet yezish, yig'in ichish, namoyish qilish, oxirida qichish, so'linish, so'roqqa tortilish, jazolanish bilan o'tib ketdi. Endi u sahnaga yaramaydigan holga kelganda uningga egi yo'q. Bu tangsizlik Hoshirni to'limi beyaram qildi. Əlanur hozir 30 yoshdan halqagan, xalq xizmat ko'rsataman deb tegicha uy o'chaqliqmi bo'lmadi. Uning bu baxtsizligining javobgarligi kimda? Әла durust aytdi. Turmushni bilish kerak. Turmush har qanday bir davr siyosatlarining to'g'ri xatoligini o'ng'ayla tushuntirib beralaydi. Ular qorong'u tushguncha mungdashdi. Ayollar bilan billa Әла mangdi. Hoshir, naga avoq? 2. Əlanurning hol mungining chalisi bor o'xshamamdi. Ma'qul emsa, atiganlikka kelamsan, heliqi telefonni qanday qilding deb so'radi. Yo'q, 3 kundan keyin nazir kuni kelaman. Telefon xabarini bir ozdan keyin beraman. Hoshir ko'zlari onasiga o'xshaydigan kichik o'g'lini ko'tarib yurib, Ömer apandidan qolgan bu tabarak qo'rini aylandi. Bugun bu 5 egizlik uy, olma, üzümlik beği, oddiy bo'lsa-mu bo'stonliq supush bangdiri bor qo'rida Hoshir, Roziya 2 o'g'li bilan qolgan. U endi qolgan ömrini mushu qo'rida o'tkazadi. Gerçi u ustozning oxirgi vasiyatini anglashga ulgurolmagan bo'lsa-mu, ustoz vasiyati uningga ayon. U ustoz qilolmagan ishlarni qilish kerak. Ustozi jafokash, mehribon ma'rifchi edi. Bu ishni Roziya ikkisi albatta qiladi. Мұның тәвәрік қорыны Hoshir obdan asrab, hayatının oxirida bolalarga o'tkazadi. Ömer әпәндінің kitapxonasi chu, yo'qolgan kitaplarni katalog bo'yicha izlab to'liqlaydi. Hech kim varaqlab baxmagan xurum, tovar muqobillik kitaplar bilan avu qilim gazet jurnallarni chu, albatta o'qitib ko'rish kerak. Bu ishqa Əlani taklif qilsa-chu, u yanala sizlarning baxtinglarni ko'rib azoblanishni xohlamayman deb turib olarmi? U bolasini ko'tarib yurib, ko'nglida nurg'un planlarni tuzdi. U planlarni Roziyaga aytdi. Roziya hozir uni kutib turmoqda. Hoshir qo'lda uxlab qolgan o'g'lini tasti ko'tarib dalonga kirdi. Roziya bolani elish uchun supidan tushdi. Hoshirning judangu soqol burdi o'skilan chiroyidan tabassum paydo bo'ldi. Xafa bo'lishga haqliqsiz, Roziya, lekin bilmadim, hammani bildim. dedi Roziya kulimsirab. Siz hushsiz yotganda nahiya rahbarlari kirdi. Ular sizning nemishqa kirolmaganingizni, yo'lda kirguncha tatgan jafolaringizni birma-bir hikoya qilib berdi. Ular sizning velosipedingizni topgan. İtning egisimi itni sizni ma'rab tishlaganlik uchun terakka osgan. Nimaga o'ri tursiz, o'ltiring. Siz o'zingizni kichik chaqlamang. Hoshir, xalq ichida inovatingiz yo'q ekan. Ha, rost. Uxlashga oldiryapsiz? Yo'q, avval soqol burdingizni iling. Qarliq tutqanman, Roziya. Dadamning 40-ni bermagacha chas soqol olmayman. Bo'ldi, oshirib etmang. Siz hamma ishda boshqalarga ulgu bo'lmoqchi emasmi? U xurofotlikni buzishdimi ulgu bo'ling. Qo'rqmang, men ruxsat qildim. Mening ko'nglimni oyayman deb irodangizga xilof ish qilmang. Lekin Roziya, dadamni hayotligida rozi qila olmadim. Yo'q, dadam sizdan rozi. U jon uzishdan 2 kun avval Nodirning beshini silab turib, siz to'g'riliq yaxshi gap qildi. Rozilik berdi. Nima dedi, dadam? Men Hoshirdan rozi. Uning menga salqin muomala qilganligini meni yomon ko'rganligidan deb tushunmayman. Meni yomon ko'rgan bo'lsa, menga kuyg'ul bo'lmagan bo'ladi.
Bizning oramizdagi sun'iy adovatni Hoshir emas, biz yashayotgan davr paydo qilgan. U mening balam, shundaqla davrning balasi. U har ikkili otasini rozi qilmoqchi, amalda ham rozi qildi. Uning o'rnida boshqa biri bo'lgan bo'lsa, balki birini rozi qilgan bo'ladi-da, dedi. Dadamning ayni so'zi mushu. Hoshir, menmi sizning qattiq ranjigan, lekin keyin amaliyotda uqdim. Putingizni ishlagan, jarohat eg'irkan. Shundaq turib shuncha yo'lni piyoda minib, ertadan kech kirgacha o'ri turib dadamga hozir ochdingiz. Siz yiqilgandan keyin doktor keldi. Putingizni yuyib tangdi, sizga ukol soldi. Siz 2 kundan keyin hoshingizga keldingiz. Siz endi midirlamay yeting. Nazirning tayyorlik ishlarini noidagilar qilyotdi. Lekin men yo'q, har qanday lekinningizni anglamayman. Su tayyor, soqol burdingizni iling, avu kiyimlarni yutib oling. Birla lekinni anglab qo'ying amsa. Qani so'zlang. Bo'ladi. 5-10 kun uyda yotay, lekin Güzellay bilan so'zlashib, A'la bilan ikkisini yarashtirib qo'yay dedim. A'lani shaharga yo'tkab qo'ysam, ular o'z uyida bizga o'xshash xotirjam kun o'tkazsa deymina. Yaxshi o'ylabsiz. Undaq bo'lsa, men Güzellay bilan Odilani chaqirib kelaman. Ballarimiz tonishib do'stlashsin. A'laning o'g'li bizning cho'ng o'g'limiz Akram bilan tangmikin. Undaq bo'lsa, men sizning komandangiz bo'yicha harakat qilay. Ammo yana bir ishga bir qitim ruxsat qiling. Ha, ruxsat qildim amsa. Undaq bo'lsa anglang. Deqqancha bir so'zlab olay. Jinim xotin, kelgina qo'limga suv quyvat. Shumidi, uy, sarang to'ga. Musibat o'rnini muhabbat egallagan hamon bu cho'ng uydagi ko'ngilsizliklarni xo'shallik, baxtga o'z o'rnini bo'shtib berdi. Hoshirlarning 2 balasi bilan Güzellaylarning 2 balasi yalang'ochlangan bog'da ko'ngillik o'yinlarni tepib olishdi. Ularning maktablarimi bir ekan, faqat kichik Nodirlar ularning suhbatlarini zerikib qog'ishli qiladi. Uning taliga Dilara kichik bolaga to'lim amroq ekan. 12 yoshlik bundaq qizlar inson hayoti to'g'risida o'z quramliq o'g'il bolalardan ko'proq bilimga ega bo'ladi. Dilara Nodirni epchilik bilan ko'tirib, shundoq yaxshi bazlaydi. Bu ish Ali bilan Akramning qo'lidan hargiz kelmaydi. Peshayvonda o'tirib, savzi qalam qilayotgan 3 ayol o'z bolalarining baxtidan xo'shal bo'lganlik uchunmi yoki ichilib yeyilib sirdoshganligi uchunmi ish qilib xo'shal, xo'sh kayfiydi. Bu uyning motamlik ekanligini aslida tutishmaganlari da edi. Ular qaqoqlab kulishgan, hatto naqsh etishgan bo'lar edi. Bularning ichida bo'libmi Odila to'lim xo'shal edi. Uning xo'shalligi sababsiz emas. U hozir shaharda tashkillangan tashviqot atritining naqshchisi, san'at kambag'alchiligi hukmronlik qilib, har kuni radioda qayta aytiladigan bir necha naqsha kishilarni zeriktirib qo'ygan bu kunlarda Odilaning sahnaga chiqib dudlar bilan g'ulji xalq naqshlarini aytishi odamlarni to'lim xo'shal qilgan. Shunga Odila sahnaga chiqishi bilan orqadan chavak chelinib, 10 necha xalq naqsini orqa aytadigan bo'lib olgan edi. U tashviqot atriti rahbarlari belgilab bergan naqshlardan boshqa o'zi yaxshi ko'radigan naqshlarni aytib Buning uchun uni hech kim ayblamaydi. Tunigan g'alati ish bo'ldi. Odila Yorsining dardan qatorliq 4 naqshni aytgan edi, keyin tuyuqsizlar xiqirab qoldi. Tövanda kulubga liq to'lgan xalq bir chatdan chavak chalsa, bir chatdan isqirtib zodla to'xtamadi. O'zining milliy san'atiga bo'lgan ko'ngil xumorini besildirish uchun bo'layotgan bu talabni kimmi cheklay oladi? Lekin Odila ko'pchilikning talabiga javob berishga ojiz edi. Dal shu chog'da Odilaning yonida tuyuqsizlar Güzellay paydo bo'ldi. Odila do'stining niyatini darhol tushundida dudlarni darhol xonlaylin ohangga chaldi. Güzellay zil, yaqinlik kishini mast qiluvchi hissiyoti singan ohangda kishilarga texi o'zlashmagan qo'shiq bilan naqshi boshladi. Zal ichi birdilla qaynayotgan qozonga so'g'oq suv qo'yilgandek jimiqdi-da, Güzellayning ovozi radio kaniya orqali shaharning yiroq bulon pishqoqlariga changlandi. Güzellayga xuddi mo'ldir yoqqandek kuchli chavaklar chelindi. O'rinlar tovlandi. Qiyiqas cho'qonlar ko'tarildi. Güzellay orqa 10 naqsh aytdi. G'ulja sahnasida ushtumda paydo bo'lgan bu ajoyib naqshchi ertasidan boshlab butun shaharga nom chiqardi.
E'lonchi artistning talabi bo'yicha uning ismini Hadiya deb e'lon qilganlik uchun tomlarda atsi Hadiyaga Madiya mavzuliq she'rlar paydo bo'ldi. Bu ishni Go'zalay nom chiqarish uchun emas, do'stini xijillikdan qutuldirish uchun qilgan edi. Uning ustiga u tashviqot atratiga qatnashmagan bo'lg'achqa, atisidan boshlab naqsha aytishni rad qilgan va o'zining bu tavakkilchiligi uchun o'z-o'zini qattiq qaygan edi. Lekin Go'zalayning sahnaga chiqib naqsha aytishi Odilani cheksiz xushal qilgan. Chunki Odila o'z do'stining kam uchraydigan talant egasi ekanligini, lekin uning o'z talantini ko'rsatadigan so'rinning bo'lmay kelayotganligini o'ylab azoblanib yuradi. Bo'libmi Go'zalaydek qobiliyat egasining dunyodan naqsha aytmay ketishini o'ylasala, uning tunlari uyqusi qochadi. Tunigan oqshom nemli bo'lsin, do'stining talant egasi ekanligi oshkorlandi. Bu albatta Odila uchun cheksiz xushallik. Bundan keyin chanamasangmi sen bilan birga klubga bormayman, dedi u uyiga qaytib kelib, Odiladan rostilla ranjib. Sen yolg'iz ketishdan qo'rqman demagan bo'lsang, klubga bormaydim. Sen sarang sahnaga chiqib kekashlamagan bo'lsang, seni uyatdan qutuldirman deb sahnaga chiqmaydim. Mana endi nima degan satchilik? Vey, ajab sat bo'ldi. Faxrlanishning o'rniga azoblanadi texi. Bu galvon, dedi Odila Go'zalayni jo'nab. Shuncha talantlisan, lekin bu talantingni modadan qolgan ko'nglikni sanduqda saqlagandek ichingdan saqlaysan. Bu sana azob emasmi? Ular kecha talashdi. Mana bugun Odila shuning uchun bo'lakchilik xushal. 4 ayol supudagi kigiz ustida po'baykichan boshlariga yog'liq tengishgan holda azoda o'ltirishi bilib, nozik qo'llaridagi qing'iroqlarni oldidagi do'shi ustida ritmli o'ynatib, pokiz yuyilib qirilgan sabzini qalamcha qilishmoqda. Hoshir yupurmoqlari qurishqa boshlagan uzum baranga ostidagi yog'och karvat ustiga qatlab selingan tekmat va ko'rpalar ustida yonboshlab yetib, ochiq muhurkisini sho'rab, ayollarga qarab o'ltirmoqda. 4 ayol kam kutusiz go'zallardan. Ularning o'tliq ko'zlari kishiga qadalsa, har qanday yurakni erdalaydi. Ularning texi yoshlik go'zalligidan mahrum bo'lmagan sirliq yuzlari-chi. Bu yuzlarga kishining qarasa qarg'isi keladi. Ularning o'moq burunlari bilan kishiga lazzatlik mevadek zo'q beg'ishlaydigan chiroyli lavlari qochi gullaridek yiqimliq san'at buyumining ayni o'zi. Ularning avrishim nozik harakatlari-chi. Hayot mana mushular bilan lazzatlik, qiziqarli bo'lsa kerak. Har qaysining o'ziga xos xuluq mijozi bor ekana, texi. Eng suyimliki Raziya. U ig'ir besiq, kamsiz, ko'proq ko'zi bilan so'zlaydigan ayol. Odilachi, uning yo'g'on, sho'x ko'zlari xuddi birli qaraganda sening hamma yeringni biroqla ko'rdigandek, tinimsiz lavlari seni so'z mo'ldirlari bilan so'qishga yaralgandekla. Uning chidamliq, sehrliq, mardlikka o'rgangan yuragi zimiston qishda seni o'ziga chillaydigan gulxonga o'xshaydi. Go'zalaychi, uning ayollarda kam uchraydigan suzuk, jilvidor chiroyi har qanday yuragi saq er kishining qalbida lirika paydo qilib, seni she'r o'qishga majbur qiladi. Uning hammani besib tushadigan husn jamoli har qanday go'zal chiroy egasini ko'rimsiz qilib ko'rsatishga huquqliq. O'zinglarni chiroy bozorida sinamoqchi bo'lgan go'zallar hargizmi yengilishib Go'zalayning yanada paydo bo'lmanglar. Uning husni sizlarni har qanday chiroyli bo'lsanglarmi, ayibli qilib ko'rsatadigan sehriy qudratga ega. Sizlar bu qudrat oldida pokiz yurkinglarni bekordan asad, dushmanlik bilan bulg'ib olsizlar. Go'zalayning xuluq mijozimi chiroyga moslashgan. Uning him yumilgan qizil yoqutdek suzuk lavlari kamdan kam ichiladi. Uningga bergan nurg'un savollaringiz javobsiz qoladi. Bir qistab turib olsangiz, u faqatla miqida pisingida kulib qo'yadi. Uning bu kulgisi sizga javob. Chunki bu kulgi oq bulutlar kaynidan marab chiqib, sizga chiroy ochgan oyning o'zi. Bu oy sizning suzuk qalb osmoningizni nurlantiradi. 4-qizchi, u yezning kirgan Hoshirning tuqqini. Xudoyim uning qarmo'choq yuziga tabiiy go'zallik berish o'rniga qalbiga sadoqat poklikni ko'prak bergan. U mushu uyning ig'ir ishlarini qanchalik ko'p qila olsa, o'zini shunchalik baxtli hisoblaydi. Hoshirning ayollarni kuzatishi, ayollar to'g'risidagi cho'nqur mulohazasi o'zilib qoldi.
Chunki uning kichik o'g'li xo'roz qo'g'layman deb cho'nakka yiqilib burnini qaynatyapti. Uning voy dada deb nola qilayotganini Hoshirning quloqiga kirdi. Kichik o'g'il, ikki o'g'il, bir qizning hamrohligida Hoshirning oldiga yetib keldi. Bu atvorliq o'g'il uchun ayollarning o'rnidan turishdi. Boshqalarga ko'ngilsiz bilingan bu ish Hoshirga kulkilik tuyuldi. U o'g'lining qo'lini tutib turib, "To'xtat, yig'ingni darhol to'xtat", dedi. Bola dadasiga birli qarab qo'yib yig'idan to'xtadi. Hoshir o'g'lining burnini yuyib, qonni to'xtatdi-da, mo'rsiga qo'lini qo'yib, "Kul, endi kula", dedi. Bola ayollarga qarab tatliq kulib edi, o'yladiki, hamma odam egishib kuldi. "Qandaq Ali, bizning Nadir Botirmikan? Qaltiskan. Kimni do'rabdi? Dadasini. Yolg'on aytsan, dadasini emas, A'lo dadasini do'rdi." U atay A'loning ismini yuqori ovozda aytdi. "Mening dadam palvonmi?" Ali darhol so'radi. "Mening dadam sizdek botir emas", Dilaramo so'z qo'shdi. Hoshir ikki qo'lida A'loning ikki bolasining qo'lini tutdi. "Sizlarning dadanglar hammadan botir, hech nimadan qo'rqmaydi. Bilamsizlar, dadanglar Zangzu chorvachilarning orasiga majburiy emgak olib borganda, ha bilaman, Gannan degan yerga avatgan. Dadam butxondan qochgan, kechilib qechib yomg'irga chilishib, qechib yana shu butxondan neri ketolmagan." Ikki bola Hoshirning demoqchi bo'lgan hikoyasini aytib bo'ldi. "Dadanglarni nemishqa u yerga avatgan bilamsizlar?" "Yo'q, bilmaymiz. O'ngchi bo'ptikan, dadam. Siyosiy xatolik o'tkazibdikan." "Sizlarga kim shundoq dedi?" "Go'zal opam bilan Odila cho'ng opam." "Sizlarga rost gapni qilmabdi. Dadanglar olim bo'lg'ashqa, uni ko'rolmaydiganlar uningga tuhmat qilgan." "Rostmi? Ajab eski odamlarkana. Men cho'ng bo'lganda uningga ko'rsataman. Meni turmaga so'lgan, dadanglarni qo'lga olamiz deb vayron qilgan, sizlarga mu ziyonkashlik qilgan bir odam. Buni bilib qo'yinglar." "Hoshir boshqa gap qilsangizda", dedi Raziya ko'z ishorasi bilan beyarim bo'layotgan Go'zalay bilan Odilani ko'rsatib. "Yo'q, men uzundan beri bularga o'z dushmanlarini aytib bermoqchidim. Dushmanini taniyolmagan bola do'stini mu taniyolmaydi. Ali, esingda tut, dadangning dushmani hozir moyat. Uni nimishqa so'limidi? Qechib yuramdi ya. Uni so'limidi? U qechibmi yurgani yo'q. Uni texim yuqori o'ringa o'stirdi. Yomon odamni nimishqa o'stiradi? Har qachon ko'z bo'yg'andi, ha? Yomon odamlarmi o'sadi, yaxshi odamlarmi begunoh etiladi. Bilamsizlar, shuning uchun jamiyat murakkab. Ajoyib ekan. Sizlar cho'ng bo'lganda bundaq noqishlar ozaydi. Odamlar bir-birini tushunadigan, qadrlaydigan bo'ladi. Hozirmi odamlar bir-birini qadrlaydi-ku", dedi Odila Hoshirning gapiga aralashib. "To'g'ri aytasiz, hozirmi qadrlaydi, lekin bu qismanlik. Misoli, A'loni olayli, bebaho odam, haqiqiy bilim egasi, qilcha yolg'onchilik, soxtalikni bilmaydi. Oq ko'ngil, mehribon yigit. Lekin u qanchalik qadrlanyotidi? Boshqalar tugul, biz uning yaqinlari turib, uni qanchalik asrayotimiz. Uning ilm sohasida qildigan ishi shunchalik ko'p, lekin sharoit yo'q. U umrining bekorga zoyi bo'lib ketayotganiga ralla bo'lib, ba'zi yig'lab ketadi. U o'zining xalq oldidagi burchini deb yig'laydi. Bilamsizlar, bolalar sizlarning dadanglar oldingi yillar qechib yuribmi, kitob o'qish, chet el tili yodlash, maqol yozishni bir kunmi tashlamagan. Hozir uning necha 10 parcha asari bitib bo'ldi. U hozirmi minut sekund vaqtini zoyi qilmay tadqiqot bilan shug'ullanyotadi. U bir ulug' g'oyalik ilm-fan xodimi. Shundaq odamga biz qanchalik hamkorlik qildik? Nemishqa uning uchun o'zimizning qo'ldan keladigan yordamimizni berolmaymiz? Uningga g'amxo'rlik qilishning o'zi cho'ng ish. Dunyodagi ulug' odamlardan Markes, Lenin qatorliqlar do'stlarining, bolalarining, qarindosh ayollarining yordami bo'lganligi uchun zo'r ishlarni qila olgan. U borgan sari hayajon bilan so'zlashga boshladi. U bolalarga so'zlashdan, endi ochiqdan-ochiq ayollarga qarab so'zlashga boshladi. Uning so'zi hammaga ta'sir qildi. Odila yig'lashga boshladi. Go'zalay o'rnidan turib, sirqi mengmidi, Hoshir uningga qarab, "Men sizga so'zlayapman, Go'zalay. Men siz bilan so'zlashmoqchidim. Mushu gapim hisob bo'lib qolsin. Siz xalq oldida o'z burchimni o'rindayman deydigan vijdon egasi bo'lsangiz, A'loga zulm silishni qat'iy to'xtating", dedi. Go'zalay Hoshirga qaraganicha turib qoldi.
Haşir, dedi Raziya araga kirib, "Nimalarni davatisiz? Siz og'ayningizni aqlasangiz, menmi do'stimni aqlayman. Güzelning vijdoni pok, gap qil, Güzel. Haşir nahiyaning partkom shujisi bo'lgani bilan, sening bilan men uchun bir oddiy odam. Gap qil, nimaga titraysan, nimaga yig'laysan? O'ltirg'ini." Raziya Güzelayni qo'ltiqlab o'z o'rniga supuqa keldi. Haşir karvatdan tushib minib yurib so'zini davom qildi. "Zulm silishni to'xtating desam, xafa bo'lyapsiz. Siz uni yaxshi ko'rsiz. Uning oldingizga kelib tizlanishini umid qilsiz. Bilib turman, siz bu ishni kutyapsiz. Agar sizga birini tizlantirish rostila zarur bo'lsa, a'lo uchun men tizlanay. Umr deganni bog'lab qo'yg'il bo'lamdi. Yoshlik deganni takrorlig'il bo'lamdi. Qiyirganda pushaymonni ozroq qilish uchun yosh vaqtimizda xato qadamni ozroq bosqinimiz tuzuk. Hissiyatni xalqimiz foydasiga bo'ysundirayli. A'lo sizni burunqidek yaxshi ko'radi. Uning pokiz yuruk uchun qurban bersangiz tamoman arziydi singlim." Güzala yuzini olqonlar bilan yepib uyga kirib ketdi. Raziya Haşirga olib qo'yib, Güzalayning orqasidan uyga mangdi. Odila xo'shallik bilan Haşirga qaradi. "Butun Shinjongni sizga boshqarishga bergan bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi? Angdinglarmi Ali, Dilara, opanglarga eslib yig'langlar, dadanglarni uyga akilib bersin." Balalar bir-biriga qarshi qo'yib, omoq kulishdi. Haşirning beshi aylandi. U texi kasaldan to'liq o'ri bo'lib ketmagan, mag'dursiz, yanala pat-pat qizitmasi o'rlab qoladi. Lekin u hamon Nayiga o'z xizmatiga aldiraydi. U o'z hovlisidagi baxtli bolalarni ko'rgandala, yezlardagi mushu kashkuzning so'g'uq kunlari yalong-yalong'och holda manti o'choq yoki kongning bo'g'izini talishib bir-biri bilan so'qishayotgan namrat dehqon bolalarni o'ylagan edi. Mana endi u do'st uchun to'rt eg'iz xolis gap qilib oldi-da, o'zini bir chung g'amdan xalos bo'lgandek sezdi. Chunki u Güzalayning chiroyiga birla qarab, uning vujudida o'zgarish bo'layotganligini sezdi. Endi uning so'zlari cho'qim unum berdi. Güzalayla qo'shliq qilmasa, Haşir Alani har amal bilan yarashishga ma'qul qilalaydi. Haşir Odilani Nayining san'at o'mkiga o'rlashtirib qo'ydi-da, Güzalayning uyiga Alan akirdi. Alanning xizmati ataqda Nayilik madaniyat yurtining muavin boshlig'i bo'ladi. Amalda bo'lsa, u vaqtning hammasini o'z uyida, o'z ishi bilan o'tkazadi. Uning ustiga Munu Ömer apandining kitobxonasini a'loga o'tkazib beradi. Güzalay xizmat qilman desa, Haşir uningga o'z loyiqida xizmat tepib beradi-da, ularning uy ishiga o'zining ovu qerindishidek yaramli xizmatchidan birini o'rlashtirib beradi. Ana shunda qilganda a'lo o'z qobiliyatini to'liq ishga selib, rosa unum beradigan qirinchoqlarni zoyi qilmagan bo'ladi. U tasda minib eshik tubidagi ayrim eshiklik mehmonxonaga qarab mangdi. U uyga Raziya Haşirning putaqriqini ko'zda tutib mashma qo'ygan. Mashning yonida uzun divan bor. U yerda sunaylib yetishga bo'ladi. Haşir boyqi xiyolning oxirini tugatmoqchi bo'lib, shu uyga qarab manganda hovli eshigi oldida odamlarning parangi, mashina ovozi anglandi. Qarong'i tushishga boshlaganda bemahal kelgan mehmon Haşirni unchalik xush qilmadi. U uyga kirmoqchi bo'lib, palampaga ko'tarilishiga qo'shish qo'pol qiqildi-da, ondan keyin bir notanish ovoz qirqirab, "Haşir shujining uyi mushumi? Ha?" deb baqirdi. Uydan Raziya oldirab chiqdi va bir ozdan keyin notanish ikki odamni boshlab kirdi. Kirguvchilar 50 dan oshgan timan maslar edi. Haşir ular bilan palampayda turibla so'g'uqni qo'l ilishdi va mehmonlarni uyga boshladi. "Siz bizni tonimaysiz, lekin biz sizni toniymiz. Sizni yaqin og'aylarimiz qatorida ko'rganligimiz uchun Ömer apandining musibati sababi bilan bir pati qilishni qarz bilib, do'stim bilan ikkimiz kelib edik." U shundoq deb bo'libla qiroat qilishga boshladi. Alhamdu bilan Qullallohu ahad tezli o'qilib, Subhanu rabbika rabbil izzati amdila o'qilib edi. Uning yonchiqidan bir budulka aroq yerga do'mlab tushdi. Haşir shu chaqda ularning masligiga diqqat qildi. Shu chaqda Ali uyga beshini tiqib qaradi-da, sirtda turib, "Opa, cho'ng dadam bilan komissiyonchi kelibdi" deb vaqirdi. Shu chaqda Haşir bu to'li parangni anglagan ikki odamni tonidi. Bular Odilaning yo'ldoshi bilan Güzalayning kayniga kirib oldigan komissiyonchi edi. Qiroat o'quvchi yerdan harqini oldi-da, uni ustal ustiga qo'ydi. Uning bu ishi Haşirning g'azabini keltirdi.
Qıraat bilan butulkani bir dasturxonga tang taqdim qilgan patichini bugun ko'rib turibdiman, dedi Hoshir qapqin turib. Butulkani yanchiqingizga seling. Menmu icharman emas, lekin siz bilan tunji qitim asra bo'ldik. Gapning bo'lar yerini qilmadingiz. Güzalayning hidini purab xumorim tutdidan. Men mehmonga qo'pollik qilgan odam emasman, lekin sizlarga mehmon do'stlik qila olmayman. Ayollarning kaynidan mushu uygacha qo'g'lab kelibsizlar. Masala tushunishlik. Sizlarda na hoya, na odamgarchilik degan yo'qkan. Bu alfozinglar bilan u ayollarga aram beramsizlar, ha? Sizlarga deb qo'yay, u ayollardan darhol qo'l uzinglar. Bo'lmasa, men sizlarni o'ng'ayla bu yo'ldan cheklayalayman. Siz nima deyapsiz? Odila mening qonunliq ayolim. Bilaman, u xohlamaydi. Siz huquqingizdan foydalanib nikohdan ajrashish ishini 3-4 yildan beri kayniga surib kelyapsiz. Odila mening singlim. Uni ega chaqsiz hisoblamang. Aytama, sizdan nafratlanadigan bir ayol bilan uy tutishga sizni majbur qilayotgan zodi nima? Odilaning eri tamdak tatirib, Hoshirga qarab danq etib turib qoldi. Hoshir hujumni darhol komissiyachiga yetkazdi. Pul, chiroyli gap bilan ahmoqlarni ozdirish mumkin. Lekin bizning Güzalay ahmoq emas. Sizmi bilasiz, u hozir pulliq. Uning ustiga uning so'ygini Alining dadisi a'lo texayat. U erini jinidanmi iziz biladi. Sharoiti bor turib, chet elga ketmaganligi, loyiga milinib medkorlik qilsa-mu, sizdek pulliq chiroyli erlarga yilinmasligi. O'ziga bir erkak chivinni qo'ndirmay hozirgacha kelishi nimani tushundiradi? Siz o'ylab ko'rmadingizmi? O'z so'yginiga shuncha sodiq bir ayolning kaynidan quturab yurish bir vijdoni bor erning qildigan ishimi? Sizlar ikkinglarda chiroy, pul, mansab bo'lgani bilan tirnoqchilik erlik g'ururi yo'q. Sizlar uchun men nomus qilyapman. Sizlardeklar jahonda mavjud bo'lganlik uchun nurg'un ayollar erlarni ko'zga ilmaydi. Men sizlar bilan billa qavaxonda yoki langzi beshida so'zlashmoqchidim. Lekin ta'linglar borkan, mendan o'ng'ay qutulgan bo'ldinglar. Siz bir oygacha Odilaning nikohdan ajrashish talbiga qo'shilib, uningga erkinlik bering. Siz hozirdan boshlab qo'lingizdan Güzalayning chiqarib eting. Siz yana ularning mahallasini egadigan bo'lsangiz, put-qo'lingizga teng'iqchi tayyorlab qo'ying. Endi sizlarga ho'ylamning ishga ochiq, qani marhamat. Hoshir o'rnidan dast turdi da uyning eshigini ochdi. Komissiyachi g'azabdan tishlarini g'ijirlatdi. Odilaning eri mijilib tashlangan saman qog'ozdek qo'rildi. Lekin ular eshik tubida qapqini turib tik turgan keng gavdalik, egiz bo'y, qatang'ur odamga qayta tikilib qaray olmadi va tish yerib javob qaytara olmadi. Hoshirga shu oqshimi Noidin xabar keldi. Heliqi sirtdan yutkildigan ochliq texi amillashmagan. U sirtqa chiqib o'zi telefon berib, Noidin mashina chaqirtib, kechilib Noiga chiqib ketdi. Uning yodiga munu oilasi qachon kelarkin, uni hech kim bilmaydi.